Hurmatli Prezidentimizning respublika hududlarini jadal kompleks rivojlantirish uchun tanlab olingan tuman shaharlarda amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish to'g'risidagi 132-sonli qarori bilan jadal kompleks rivojlantirish belgilangan tuman shaharlarning iqtisodiy o'sish, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlari belgilangan. Qo'ng'irot tumanini 2025-2026 yillarda jadal kompleks rivojlantirish dasturi doirasida sanoatni rivojlantirish kichik dasturi yo'nalishi bo'yicha tumandagi kichik, yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalaridagi 1,1 gektar yer maydonlarida 9 ta loyihani amalga oshirish, past quvvatda faoliyat ko'rsatayotgan 8 ta sanoat korxonalari quvvatlarini oshirish, tumandagi Barsakelmes yirik tuz koni zaxirasidan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida kon hududida 50 gektar maydonda tuzni qayta ishlashga ixtisoslashtirilgan Barsakelmes Salt Uzbekistan kichik sanoat zonasini va Ravshan mahalla hududida 50 gektar yer maydonda kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan sanoat zonalarini tashkil etish belgilangan. Xizmatlar sohasini rivojlantirish kichik dasturi yo'nalishi bo'yicha A380 xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'lining Qo'ng'irot tumanining Adibiyot ovul fuqarolari yig'ini hududidan o'tgan 1 kilometr qismining 10 gektar yer maydonida xizmat ko'rsatish va servis loyihalarini amalga oshirish, Dovud ota, Bug'roxon ota va Payg'ambar qizi kabi yirik ziyorat obyektlarida ziyorat turizmini hamda Ustyurt tekisligida sahro turizmi tashkil qilish konsepsiyasini ishlab chiqish. Qo'ng'irot tumani O'rnik ovul fuqarolari yig'ini hududidagi 110 gektar hududning ishlab chiqilgan master rejasi asosida loyihalarni amalga oshirish, 22,9 milliard so'm respublika byudjeti mablag'lari hisobidan tuman markazidan oqib o'tuvchi Jingishga kanalining 2,5 kilometr qismida xiyobon tashkil etish, kichik savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini joylashtirish uchun zaruriy infratuzilma bilan ta'minlash. Bunda 9 kilometr piyodalar yo'lagi, 5 kilometr velo yo'laklar, 4 kilometr elektr tarmoqlari, 4 dona transformator, 5 kilometr suv bo'yiga panjara, 350 dona tungi yoritgichlar, 2 ta ko'prikni ta'minlash, 3 ta favvora yangidan qurish, 53 ta besetka qurish, 3 ta piyodalar ko'prigini yangidan qurish, 5 kilometr sug'orish tizimini yaxshilash, 5 kilometr oralig'ida har xil manzarali daraxtlar ekish, 200 dona skameyka o'rnatish ishlarini tashkil qilish belgilangan. Qurilishni rivojlantirish kichik dasturi yo'nalishi bo'yicha respublika va mahalliy ahamiyatdagi hamda ichki avtomobil yo'llari infratuzilmasini yaxshilash, jumladan 13,4 kilometr asfalt qoplamasini yotqizish, 22,9 kilometr piyodalar yo'lagini qurish, 2903 dona tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish. Osiyo taraqqiyot banki ko'magida Qo'ng'irot tumanidagi 22 ta mahallalarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasini yakuniga yetkazish. Tuman markazida joylashgan eski shifoxonani bosh rejaga muvofiq 5-7 qavatli zamonaviy loyiha asosida yagona binoda barcha xizmatlar va bo'limlarni o'zida mujassamlashtirgan tibbiyot majmuasini qurish. Qoraqalpog'iston ko'chasidagi 115 ta turar va 10 ta noturar joylar, Abdullayev ko'chasidagi 2 ta noturar va bitta 2 qavatli ko'p qavatli uy-joylar hamda Jingishga kanal bo'yidagi 11 noturar joylar o'rnida zamonaviy loyihalar asosida energiya tejamkor 5-7 qavatli turar joy binolari va xizmat ko'rsatish obyektlarini qurish belgilangan.